Ustobo! Ey Ustobo! Kelaylik. Ustobo! Azama. Ustobo nima bu? Ha, Ustobo gelir. Ustobo! Ey Ustobo! Qanday otangni chaqir. 2 kun dam olinglar, ishga borasizlarmi yo'qmi? Tinchlikmi? Buncha baqir-chaqir qilasizlar? Oğlum Murat, qanday Ustobo? Eshitmadinglarmi? O'ldilarmi? Nechaga chiqaramiz? Pul kim beradi lan? Ama hali fotoga yo'q edim-ku Ustoboda. Azamat, kim o'libdi? Nima gap? Nima gap? Ustobo, siz o'lmadingizmi? Azamat, chap oyog'ing bilan turganmiz, ha? Hali men ko'p yashayman, kim aytdi senga? Ha bu ifloschi kecha meni mahallaga ham bor-ku, o'lliga chiqargan bu ifloschi. Ha mahalla ham ko'p yashayman. Bo'lgan ish bo'ldi, nima gap, Azamat? İşte boshladik, abet bo'ldi Ustobo. Habetgacha uxlayman-ku. Mensiz biron ishni eplolmaysan. Boramiz ishga. Oldimga tushlaring, ketdik. Mana bu o'lganga chiqarib meni chindan ham o'ldiradi bir kun. Vahima xiyollaring kelgan. Azamat, yana ishmi, ey? Ustobo o'zi 2 kun dam olgansizlar. Bilmayman shu dam nimamcha tez o'tib ketadi, ey. Yur. Azamat. Menga nimamdir yo'q-da. Mana optorozim qani, Azamat? Optorozim qani? Bor. Qatig'ini chiqarding, bor-ku, ertalabdan bor-ku. Miyamga chiqding-da, esimdan chiqib ketdi. Ket, bor. Hep. Optorozim bo'lmasa, bo'lki, xuddi ishtonim yo'qdagi. O'rgatgandan o'zimga ishtamay qolmadi. Bo'ldi, tamom Ustobo, hozir hal qilamiz. Yana ishmi, ey? Har kun ish, ey, buncha ko'p ish. Qara. Azamat. Voy, loy keladimi? Shu bugun loy. Shuvaymi bugun? Loy keladimi yo'qmi? O'ronma. Ye? Aravat Ustobo. Qo'y. Meni qo'limga uzatma, Azamat. Shuni o'zing qo'yib ketavergin. Loying bo'lmasa, loy zakatobga kelgan, Azamat. Qachongacha? Qani, Ustobo, ha. qachongacha men loy tayyorlab, blok olib berib yurayman. Mana shu ay. Azamat, buncha noshukrlik qilasan, ha? Bo'ladi, sekin qilaverasan. Dimlamadan keyin bitta potiya beraman, o'zing polni shuvaysan, maylimi? Ustobo, faqat dimlama deysiz. Nima u dimlama? Keyin tushunasan. Katta bo'lsang tushunasan, Azamat. Loyni olib kel. Voy. Qara, loyni shirasi yo'qda, Azamat. Aytayman, qara, loyingni to'shiyamadi ichiga. Bilmayman, meni o'ldirmoqchimisan, bilmayman. Tushunmayman. Qara, tushib ketganmi, qarada buni. Maqsad nima Ustobo? Maqsad loy dam olish kerak 5 soat. Loy dam olish kerakmi? O'zingiz dam olishingiz kerak. Gapni ko'paytirma. Shu yoshimga men seni alayman. Qara buni, qara. Osilib tushib ketganini qara. Dam olmagan loy. Dam olmagan. Menga ishon, Azamat. Qara buni ahvolni qara. Shu ham bo'lmaydi. Ertaga yorilib ketadi bu. Gapni yomon ko'paytirasan-da, bilasanmi, Azamat? Shu bundan ko'ra borki, uyda egasiga ayt, kola olib kelsin, abet bo'ldi. Abet tayyorlasin. Nima edi bu ahvol? Kechankidak mana bunchagina go'sht solmasin. Ko'pni chop o'zingda. Ustobo, nosta oling. Yosh bachcha nos, o'z aptingni nos bilan tuflayman. Bu nos so'kish uchun katta miya kerak. Ustozni aytganini qilganini qilma, haymi? Bu loydobga qara, bo'ldi o'zi, loydobga. Bobosi ham mana shu o'xshi bo'lgan, qara, panjakash bo'lganda, Azamat. Ana, qara. Azamat, yomon ko'p ish qildik-da. Abet beradimi yo'qmi bugun? Hali abetlik ish qilganingiz yo'q. Qara qancha joy bo'ldi? 700 kvadratlar bo'lib ketdi bu. Qanaqa 700 kvadrat? Biriga bir joy bo'ldi hali endi.
Ha bo'ldi, yetadi shu joyga. Ye. Bu qanaqa stil bu? Yarmi bor, yarmi yo'q. Mana tagiga grant bo'ladimi? Tepasi traventin bo'ladi. O'rtaga dekorativniy bo'ladi. Ye. Zakonni-ku nima? Nimasi yo'q? Azamat shu kvadrat deysan, o'zi kvadrat deb tushunasanmiz, o'zi? Ha, tushunaman. Qara necha 100 kvadrat bo'lgan. Kattaligini qara buni. Buni santimetr kvadratga hisoblayapsizmi? Ishing bo'lmasin sen, gapni aralashtirma. Qorni och qolib ketdi. Sillam quridi, borku Azamat. Hali abetvaga, yo'q, mana buni yeb turing demasa. Nima so'kasan, hozir aptingni uraveraman, sanaqa fogut bo'lganingga pushaymon yeysan, aymi? So'kkanim yo'q, mana bananni yeb turing deyapman. Ana, tushungan odam sadaqasiga ketsang arziydi, Azamat. Baraka top, baraka top. Usta bu, abet dediniz. Bu qiyishimiz tayini yo'q. Nima bu? Siz noinsobsiz. Buni qara. O'yin chiqarsa polim bo'ladi deganda. Kecha men bilan o'layotgan bo'lib ichib, mana ertalab 9 gacha uxlab, pivo ichib kelayotgan odam gapini qara. Qanaqa odamsiz, ha? Qanaqa bir vijdondor bo'lib qoldingiz, ha? Qara qancha ko'p joyda qildik shu odam. Har kimni ham qo'ldan kelmaydi bunaqa ishlar, Sen qayerdan bilasan ustoning qadrini? Salom alaykum. Ama o'zingchi. Buni sen hozir kumbay olganmizmi yo kvadrat olganmizmi? Kumbay. Kumbaymi? Qisib o'tdi-da bo'lmasa. Men bilaman-da, men bo'lmasa. Ha, kvadrat olsa o'zim 3 soatga qilib tashlayman buni. Usta bu. Bu odam kim? Qayerlik? Bu odam shu bog'zag'onlik bir darvish odam. Shu yurgan. Indama, kayfini qilsa qilsin. Ha, sen gapdan chalg'ima. Kumbay olganmizmi? Jim ishlagin, tamom. Mana abet ham keldi o'xshay. Xolmurod, kiber sportchi. Tayyorla, abet bo'ldi, qorni och qolib ketdi, tayyorla, davay, ha, dasturxonni so. Qanaqa odam bu, ha, buni tushunmayman-da. Piyola qo'y, choy qo'y, damla choy. Qarridim men, sochlarim to'kilib ketdi bu banan bor-ku, tarbiyasiga, Azamat. Oshir, ha. Abet tayyor, abet, kelinglar. Chapdan deb o'shanda. Tepadan, pastda. Qanday qilganing bor, o'ynashni bilmaysan. Tep. Men bilan o'ynashni biladi. Ot. Day. Tepadan pastdan kelyapti. Uni birini qoqdim seni, men bilan o'ynaysan. Qara Azamat, bitta suv quyug'ing kelmaydi. Men vaqtiga ustozimni oyog'iga ham suv quyib turganman. Bil. Xolmurod. Avqotni og'zini yot, savib ketdi. Qara. Bu ham garang. Bu Xolmurodning o'tini bor-ku, Turmurod qo'ysan bo'lagan vaqtiga. Abet bo'lsa, amon naslinacha bor, ko'tariladi-da, qara-da. Ana, bu bo'sh qop tik turmaydi, bilasanmi? Avqot yeyiladi, avval iqtisod, keyin siyosat. Shunga qanaqa avqot? Qatiqli osh. Qatiqli osh? Men yoqtirgan. Men 2 kosa ichaman. Avqotni hididan bor-ku, mast bo'ladi odam. Men buni tamjasini ko'rib beray, ha? Qanaqa buni rang-ramoni. Avqot qani? Azamat, bu naqsh yo'ragingni naqti ham yo'q-ku. Yo'q, rostmi? Sen yedingmi? Ha? Sen yedingmi? Qani bu avqot? Qani men qornim och meni. Azamat, qara. Yo'q-ku, ichiga yo'q-ku, bir piyola ham qo'mabdi-ku. Ishtaqa bilan kelgandim. Ko'tar ish pishingni. Bunaqa qilasan, sen naqsh yo'raq qilasan. To'xtang usta, bu harakatisiz. Naqsh yo'raq, paqsh yo'raq qilasan. Nima edi bu? Yo'q-ku bu ichiga. Eydagasi bugun pul beragan, kechki ziyofat qilamiz. Haqman beraman, ketdik. Seriozmi? Pul beraykan bugun? Ha.
Ittiroq aytmaysanmi? Qonim to'q, ketdik ishlayapmiz biz. Ishni qilamiz, pul olamiz, ketamiz. Azamat, bu uyga ish yomon ko'p jira. Zakaz katta olayotganda-san, qachon bitiramiz bu uyni? Qara, bizga maydaroq zakazchalar qilaylik, ketaylik dedim. Ahvolni qara, ko'pligini. Bu ishlar boku, mana boku moralni ezyapti-da. Yomon ko'p ish. Charchab ketdim, bilasanmi? Biz bir dacha-parchaga bir 2-3 kun dam olib kelmasam bo'lmaydi-da. Usta, bu o'zi 4 kundan olib bugundan chiqdik ishga. O'yini shunaqa deb uyda egasi bitta pul berdi deb ertalab meni chaqirib qo'y. Ya'ni pul berdi deganim meni sotib ol degani emas-ku. Mana qilib, imo ishora qilma. Ziqnani ziqna deydi, garangni garang deydi. Toza ahmoqlik, abetga bergan ovqatini ko't deymi o'zi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? To'g'risini ayting. Shu men bilan ishlashga shogird arziydimi yo'qmi? Ustozga o'xshaydi, baribir shogird. O'xshaydi-a? Arqaga tortyapti bu ishni. Men ishlaylik, mana shu voq qilaylik deyapman mana. Shu voq qilaylik, bo'laylik, ketaylik, pulni olay desa. Qulaydimi? Bilmayman. Shu bitta gapni gapiraman, sizdagi odam ko'rmadim men. Juda ham zo'r odam ekansiz. Bizga yaxshilik qildingiz, har joyga, obyektlarni joy vaqtiga gap yo'q. Men sizni juda ham otamdan keyin sizni hurmat qilaman. Gap yo'q. Sizdaqa odamni ko'rmaganman. O'sha bir sovet davriga sizdaqa odam ko'rganman, bir sizni ko'rdim. Bu uyni ham sovet davriga boshladinglar, usta bu. Qarang, hazillashishga ham gap yo'q. Anekdotni ham boplaysiz. Obed tayyormi? Ujin tayyormi? Ujin. Ha, tayyor usta bu. Shu ujinni qilaylik, ketaylik biz. Yo'l kech bo'ldi-da, hozir barvaqt ketsak, ertalab barvaqt kelamiz-ku, hammasini qilib tashlaymiz birdaniga. Ish ham o'nadi-da barvaqt. Hozir yelka qotdi ketmasak bo'lmaydi. To'g'ri tushunasiz, ha? Ovqatlar tayyormi? Tayyor usta bu. Tayyormi? Ketdi. Usta, bu ishlagan joyimizni tozalab ketaylik. Qo'y, tegma, yur, ishlaganimiz bilinsin, kiyimlaringni bir loy qilib olgan. Biz usta odam. Har kun ish joyimiz shu yer. Kelamiz yana, ishlaymiz, tozalamay chiqaysin. Uy, qara, ko'zlarimga ishonmayman. Sho'rvon ichiga biron narsa solinishi kerak. Bu go'sht ham yo'q, shildir suvki bu. Azamat. Xolmurod chaqiramiz-ku, lekin bu ovqatga go'sht yo'qligini bilsa ertaga kelmaydi, maktabga ketadi bu. Xafa bo'lyapti o'zi, bilasan-ku. Xuddi go'sht bordek faraz qilaylik, ha? Xolmurod. Xolmurod, ke o'g'lim. Mazza. Xolmurod. Xolmurod. Azamatni bo'yning singirdan olgin. Qorin to'ygandan keyin keragi yo'q. Och qoringa uraylik, kech keyin. Usta, bu mana bundanmi? Ana shundan. Uyga keta olasizmi, ke? Ketmayman. Yotaman ko'chaga, kimdir yetib qo'yadi. Farqi yo'q. Bo'ldi. Marhamat usta bu. Yeppimlo. Ha, ovqatga qaralaring. Juda ham zo'r bo'pti-da, qara. Menga bu paylik joyi bir virusga bir kachalga joyi chiqdi. Buncha yomon zo'r joy ekan. Usta, bu menga so'ng go'shti chiqdi. Qara. Qani. Sho'rvomsan, sho'rva bo'pti. Bu sho'rvaga 7 kilo go'sht so'ganmi deyman, ha, Azamat? Aytmang. Gap yo'q, qara. Bugun go'shti ham solingan ekan. Dunmi bu? Nima bu? Bay. Dada, menga ham qavurga joy chiqdi. O'g'lim, nimani chaynayapsan? O'g'lim, senga qayerdan chiqadi? O'zi go'sht yo'q bu sho'rvaning. Bu sho'rvaga hali go'sht solingan yo'q, qozonga ham solingan yo'q. Hazillashyapmiz biz boyadan beri. Ko'tar, faqat meni ahmoq qilasizlar, dada. Ketdimmi? Buni qara. O'g'lim, to'xta, ke. Yo'q. Galb sho'rva yeysanmi? Yo'q-da. Biz ham mana shildir suvni ichiyotimiz boyadan beri. Hammasini shu bilan to'ydirdik qorinni. Nima qilaylik? Aytaylik, 2 dona karishga qarib kelsinmi? Mana.